Qarang, buni qarang. Bu ham sement desa ham sement bas ekan-da, o'g'lim. Yo'q, bu sement emas. Bu nima bu endi? Yancha gapirib bering. Bu silliq qilib turadimi lekin? Bu jicha baland pastini ham tekizlab beradi-da. Pol qilganda deng. Qarang. Naryoqlari bo'pti-a? Ha, hali bo'ldi. Mashat qopdi-da, mana eshikdagi. Bir qo'shga qopdi. Xuddi shunaqa ramka narigi uydagi. O'sha kirib olib adashib qoldik. Ko'rmamchiga. Qarang mana. Oyoqlar tekli. Mana. Endi bag'iga o'tolmas ekanmiz mana. Bular obedni naryoqda qilishar ekan endi. Nima bo'lgach, ashuna qilish u ne silliq bo'ladi, yani ashuna qilaversangiz. Qo'yilib, uni qarang. Ne pollar tekis bo'lar ekan-da. 24 soatda qatiydi. 8 soatda quriydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Rosa chiroyli bo'pti, keyin Tepalari. endi hozir menga mebel bo'lsa nima to'yib qolasizmi? Ashta ham sotib olganmikin, erkinjon. Naryoqlari bo'pti, mana qarang. Bo'ladimi? Mebel qachon qilishar ekan, indashmadi. Mebelga hozir nima? Pulimiz jicha kamroq deyishyapti. Mebel paket turib turaveradi. Agar mana shu chistovoy ishlarni qilib olsak, Ha, bo'pti-da. Mana nimalari hali. O'shada mana eshiklaring chiroyli bo'ldi. Ha, Xudoga shukr. Rosa chiroyli bo'pti lekin. Xonalari ham keng bo'ldi.